Baraka topkir, ichma shu garmon dorini. Qo'y organizming o'zi ishlasin. Tabiiy ravishda o'zi hayz kelsin. Bod takror yana necha marta aytish kerak. Qachongacha o'zingizni aldaysiz? Ma'ni olmaysiz. Qachongacha o'zingizning vaqtingizga xiyonat qilasiz? Agar shu dori bilan hayz kelganda siz homilador bo'lganingizda butun dunyoda bu muammoni yechim bo'lish kerak edi. Yechim yo'q bu narsani hozir. Shu garmon bilan hayzni yolg'ondan ham chaqirib homilador bo'lish ehtimolligi juda past. Qachongacha bu narsani takrorlash kerak? Sabr qiling, dietangizni qiling, sportingiz bilan shug'ullaning, 10 ming qadam yuring, kerak bo'lsa suzing. Tabiiy harakat qiling, sog'lom tug'ilgansiz-ku. Alloh sizni soppa sog'lom qilib yaratgan. Doriga nima uchun o'rganib qolasiz? Birinchi zinadan 10-chi zinaga sakraysiz. Ketma-ket chiqib boriladi hamma narsaga. Bittada siz garmon dori bilan ish hal bo'lmaydi. Ish hal bo'lganda bo'lardi shuncha ish. Qilmang, ichmang shu garmon dorini.